Kechirim so'rashda yagona normal javob bu kechirish. Ammo kechirim nima? Nikohdan oldin men kechirimlik og'riq tuyg'usidan xalos bo'lish va sevgi tuyg'usini tiklash deb ishonar edim. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Shuningdek unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Bugungi dasturimizning mavzusi esa biz kechirishni bilamizmi deb ataladi. Umuman olib qaraganda men o'ylaymanki, haqiqatdan ham biz kechirishni bilamizmi degan savolda juda chuqur ma'no egallagan. Chunki shunday bo'ladiki, men seni kechirdim deb aytamiz-u, lekin degan ibora mavjud, to'g'rimi? Chunki ayniqsa bu ayollarga tegishli yaqinroq deb o'ylayman. Men seni kechirdim deymiz-u, lekin yuragimizning tub-tubida qayerdadir bir qurt yotadi. Va yana bir janjal bo'lganda biz ayollar eslatib o'tamiz, to'g'rimi? Nima qilamiz? Sen o'tgan galda meni mana shunday qilib haqorat qilgan eding, bunday qilib so'kkan eding deb aytamiz. Demak, savol kelib chiqadi. Men to'liq kechirdimmi? Yoki boshqacha qilib aytamiz. Men chin ko'ngildan kechirdimmi deb. Men o'ylardimki, nikohdan avval men umuman o'ylardimki, kechirim so'rash bu oddiy holat deb. Lekin kechirish bu birozgina qiyin. Chunki ba'zida shunday bo'ladiki, masalan, qarangki, bundan bir 10-15 yil avval men masalan turmush o'rtog'im bilan endi nikoh qurganimizda yashashni boshlab va albatta oilaviy hayot birinchi janjallashib qolganimizda turmush o'rtog'im meni kechir deganda, ha kechirdim va bu narsani men boshqa o'ylamas edim. Umuman olib qaraganda hech ham o'ylamas edim. Lekin vaqt o'tgan sari afsuski shunday bo'lib qoldiki, shu narsani payqab qoldim. Menda bunday narsa yo'q. Ya'ni qarangki, men qachon bu narsaga e'tibor berdim. Turmush o'rtog'im bilan urushgandan so'ng bir aytaylikki qancha kun o'tmasin, lekin shunday holat bo'ladiki, hol bo'lib qoldi, janjal bo'ldi, yana nimadir bo'ldi va bilasizmi, achchiqning ustidami, bilmadimmi, lekin aynan o'sha o'tgan galgi janjalning aytaylikki aytgan so'zlarini unga aytib keldim. Va men o'ylanib qoldim va aytdim, demak men uni to'liq to'qis kechirmaganman. Demak, qayerdadir tub-tubimda mana shu xafagarchilik his tuyg'usi bor ekan deb. Bilasizmi, yaqinda shunday ham bo'ldiki, biz nimadir bo'ldi, turmush o'rtog'im bilan birozgina tortishib qoldik. Men xafa bo'lgan joyim, men turmush o'rtog'imga necha bor aytsam ham turmush o'rtog'im meni eshitmaydi, tinglamaydi ham. Ya'ni demoqchimanki, tinglamaydi emas, tinglaydi, lekin qandaydir bir hayotiy vaziyatmi, u yana o'sha xatosini qilaveradi va oxir-oqibat men portlab ketdim va bizda janjal bo'ldi. Va mana shu narsada men bir narsani tushunib yetdimki, demak, qayerdadir men xatolik qilganman. Demak, meni turmush o'rtog'im, mening fikrimcha. Aslida esa unday emas, aziz do'stlar. Aslida esa insonga vaqt kerak. Inson qandaydir bir aytaylikki jihatdan erkaklar birozgina boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ham men noto'g'ri qadam tashlaganman, noto'g'ri gapirib qo'yganman va bu tomondan va yana shuni payqab qoldimki, men turmush o'rtog'imdan juda ko'p narsani aynan hozir shu narsani yechishingiz kerak degan fikrdaligimda payqab qoldim. Lekin o'zim ham hattoki tushunib yetmoqdamanki, bu umuman aytaylikki mumkin emas, aziz do'stlar. Shuning uchun ham bu yerda aytmoqchimanki, kechirim so'rash yoki kechirim so'rash bu bir tomoni, lekin kechirimli bo'lishchi.
albatta aziz do'stlar, balkim biz o'ylaymizki, kechirim so'rab qo'ysam o'sha inson meni kechirib qo'yadi deb o'ylaymiz-u, lekin aziz do'stlar, aytmoqchimanki, unday emas. Chunki bu yerda inson qandaydir, ayniqsa ayol emotsional holatda juda aytaylikki nimjon bo'ladi va agar erkak kishi unga o'zi achchiq va janjal kelgan mahalda agar birorta narsani aytib qo'ysa, demak bu narsa kechirilmaydi. Ayniqsa psixologlar aytadiki, agar erkak kishi deydi yoki erkak kishi yoki ayol kishi deyapti, janjal bo'lganida, ziddiyat bo'lganida aytaylikki suhbatlashasiz, bir-biringizni siringizni yaxshi bilasiz va mana shu narsani agar deyapti yuziga solsa deydi, bu inson xuddi barrikada singari bekilib qoladi deyapti. Demak boshqa keyingi safar demak bu insonda shunday fikr bo'ladiki, boshqa hech narsa aytmayman deb. Shuning uchun ham umuman kechirimli bo'lish bu eng yaxshi hislardan biri deb o'ylayman. Chunki lekin kechirish ham bu bir san'at hisoblanadi. Bu ham bir his, tuyg'udir. Agar biz men seni kechirdim deb turib, lekin yuragimning tub-tubida xafagarchilik bo'lsa, demak bu kechirim emas. Men demak ikkiyuzlamachi qilmoqdaman turmush o'rtog'imga nisbatan, to'g'rimi? Bu esa noto'g'rilikni bildirib keladi. Umuman kechirish bu shu narsani bildirib keladiki, demak nimadir noto'g'ri sodir bo'ldi. Yoki aytaylikki, biz afsuslanganimiz bilan, lekin agar biz asabiylashsak, meni achchig'imni keltirsa, bu yaxshi emas. Demak bu yerda suhbatlashish kerak, o'tirib aytadiki, bir piyola choy ustida degandek. Agar qachonki biz suhbatlashsak va shundagina biz mana shu muammoni hal qilamiz. Faqatgina aziz do'stlar, bu yerda aytmoqchimanki, xafagarchiliklar katta kichkina bo'lishi mumkin, lekin buning jarayoni faqat bittadir. Biz agar aytaylikki, bir sherik ikkinchi sherigini xafa qilsa, ularda emotsional, mana men yuqorida aytganimdek, baryer paydo bo'ladi. Faqatgina bu baryer qachon yo'qolib qoladi? Qachonki chin ko'ngildan kechirim so'rab va xuddi shunday qilib chin ko'ngildan kechirish deganda aziz do'stlar. Shuning uchun ham biz o'ylanib ko'rishimiz kerak. Kechirim so'rash bu boshqa jihat. Lekin kechirish esa umuman har xil jihatlardan biri. Muqaddas kitobda aytadiki, Xudo bizni kechirganda biz ham boshqalarni kechirishimiz kerak edi. Ya'ni kechirish bu his emas, bu yechimdir. Ya'ni agar men turmush o'rtog'im bilan mana shu janjaldan keyin kechirsam, demak men mana shuni yechim qildim. Demak men adolatli yechim qabul qildim. Va mana shu kechirim baryerlarni yo'q qiladi va yangi imkoniyatlarni ochib beradi bu munosabatlarni yuqori bo'lishiga. Aziz do'stlar, o'ylanib ko'ring. Chunki biz odamlar gunohkor tomondamiz, aziz do'stlar. Biz nima bo'lgan chog'ida ham bizda moyillik mavjud. Bizda mana shu biz balkim o'zimiz bilib bilmasdan boshqa insonni xafa qilib qo'yamiz. Lekin aynan mana shu kechirish va eng katta yechimlardan biri, chunki aynan mana shu kechirish emotsional holatdagi baryerni yo'q qilib qo'yadi. Shuning uchun ham biz oddiy insonlarmiz. Biz buni umuman yodga olmasligimiz kerak. Eng muhim narsa shudir. Agar siz bugun kechirdim deb turib kechirmasangiz, bu sizning to'liq yechimingiz emas. Siz sherigingizga nisbatan ikkiyuzlamachi qilmoqdasiz. Agar kechirdim deb turib kechirsangiz, bu sizning yechimingiz. Unutmasligimiz kerak. Tangrimiz ham bizning gunohlarimizni kechirib kelmoqda. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.